BMW'chilar shetdamizlar Nexia 3 tupli legendarniy E39 M53 motordagi zo'r BMW topib qo'ydim. Haqiqiy diskalarini qarang. Zavodskoy diskalar 17 razmerda, motor holati juda ham akkuratniy holatda. Ichki salonlarini qarang. Shunaqangi go'zal holatda bor. Mashinamiz mexanika, hamma konditsioner, issiqli pechkalar hamma ishlayapti. BMWna bor, bilasizmi? Ajoyib hidi bo'ladi, bilasizmi? Shunaqa motorni ko'rishga tayyormisizlar? Voydod, o'g'irlagan qarang kapotini. M53 motordagi maxluq yotibdi. Bor, maza qilib driftlarni qilib, adrenalin olaman degan akalar bormi? Shu bitta videoga like bosib qo'yinglar. Qarang. Akalar, BMWning hunarini ko'rmoqchimisizlar? Bo'ldi, realniy mana. Akalar, kerakmi adrenalin? Bosinglar akalar. Motor holati o'ta ideal holatda, ochilmagan, buzilmaydigan varianti bor BMW E39lari. O'zi E39lar haqiqiy legendarniy bo'lib chiqqan, o'shaning uchun hadovoylik uchun juda ko'p odam BMW E39ni suyadi. Bu maxluqchamiz haqiqiy Farg'onani manaman degan akalardan bittasida. Osalaring borib, bemalol yo'llarda, trassalarda spokойно yotib olib, oqib ketaverasizlar. Bu mashinani o'zi ko'p odam biladi. Mashinamizda asosiysi propan bor. Akalar, mashina hunarini ko'rdilaring. Endi ham olmasangiz bo'lmaydi lekin aka. 1996-yilda tug'ilgan akamiz. Mashina holati tirqatgan og'iz yo'q. Maza qilib bemalol olsalaring bo'ladi. Xullas, mashinada avtomatik bu joyga borganlaringda oqib, spokойно, seriozniy holatda his qildirmoqchimisizlar? Mana shu BMWni olinglar. Atak o'sha paytda sizni nazariga ilmagan qiz BMWni oling, sizlarga oqadi bor. Narxiga keladigan bo'lsa, $7800 deyapti. Ozgina kelishadigan joylari ham bor. Bu pulga bitta chotki Nexia 3 olgan yaxshimi yoki BMWni olgan yaxshimi? Kommentariya yoz javob bilan yozib qoldirib, BMW muxlislariga videoni yuborib qo'yinglar. Bunaqangi noyob va eng original videolar faqatgina Vodiy Proda. Shunchaki hozir obuna bo'lib qo'ying.